Konditorlik sohasida uyda o'tirgan holda noldan boshlab biznesni xohlaydigan ayol va qizlarimiz uchun bu zo'r video podkast bo'ladi. Aynan nimadan boshlash kerak, nimadan qadamma-qadam rivojlanish kerak va eng asosiysi, agar shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizga beminnat ham ilm berib, ham pul berib, halol investitsiya kiritgan holda sizni rivojlantiradigan ayol loyihasi haqida gapirib o'tamiz. Hozir esa ayol loyihasida 8-potokda o'qigan, moliyalashtirilgan Nargiza Abdullayevani oldilariga keldik. 10 yildan buyon konditor sohasida ishlaganlar, lekin professional mana endi ishlashni boshladilar va ularni muvaffaqiyat tarixlari, nimalarga pulni olib ishlatdilar, nimalar qilmoqchilar, hozir gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Rahmat. Yaxshimisiz? Juda ham ko'rib xursand bo'ldim. Kepsiz. Rahmat. Qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Bu siz ish joyingiz? Ish joyimiz. Mahallamiz ochamiz. Keling, xush kelibsizlar. Kelinglar. Kepsiz. Joyimizga juda ham xursand bo'lyapman. Rahmat. Sizni kutgan edik. Rahmat. Bu qachondan boshladingiz bu ish joyida yoki uyda boshlaganmisiz? Ozgina tarixizni aytib bersangiz. Farzand tarbiyasida uyda, farzandlarim dunyoga kelganda uyda bo'ldim. Bilasizki, uyda bo'lgandan keyin ayol qo'lida summa bo'lmaydi, oilasiga yordam bermoqchi bo'ladi va shuning orqasidan men konditorlikni o'zim bilgan yo'nalishda bilinchik pishirishni boshladim. Bilinchikdan topgan sarmoyamni bilimlarga tikdim. O'zimni bilimimga investitsiya qildim. Keyin kattaroq 4 kursida o'qidim. Nargizaxon, qarang, to'xtang. Birinchi avvalambor o'zi biznesga kirishda bir og'riq bo'ladi-da, har bitta ayolda. Aynan sizning og'rig'ingiz nima bo'lgan? Meni og'rig'im o'zim uyda o'zimdan qoniqmaganman. O'zimni ustimda ishlamay qoldim, uyda o'tirib qoldim, dekret ta'tilida, men hech kimga kerak emas bo'lib qoldim degan. O'zimga kerak emas bo'lib qoldim degan xafagarchilik bo'lgan avvalo. Bilasiz, uyda ayol o'tirgandan keyin hali bunga pul kerak bo'ladi. Men turmush o'rtog'ingiz sizni qo'llab-quvvatlaganlari bilan o'zingizni kerakli his qilishni xohlaysiz. Shuning orqasidan men shirinlik tayyorlashga ahd qildim va o'zimni eng yaxshi ko'rgan shirinligim orqali daromad qilishni boshladim. Birinchi meni zo'r konditor deb o'ylashdi va menga bu kuch berdi. Bizda mana ayollar, uyda o'tirgan ayollarda eng og'rig'i aytganimizdek, birinchi o'rinda o'zini bir degradatsiya, ya'ni o'zi orqaga ketish deyiladimi, o'zidan qoniqmaslik hissi bo'ladi, o'smasligini hisobiga g'iybatga aralashib qoladi, undan tashqari urush janjal boshlanadi, o'zini yomon ko'rishni boshlaydi. Bo'ldi, mana o'zgaraman, stop deb boshlab birinchi qadam qo'yadi. Sizda ham shunaqa bo'lgan. Birinchi o'sha pishiraman, sotaman dedingiz, lekin birinchi mijozni qanaqa topdingiz? Birinchi mijozni o'sha paytda endi ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib kelayotgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatishni boshladim. Insonlarni birinchi mahallamga yuborib ko'rdim, mahallamizdagi guruhdagi ayollarga, dugonalarimga yuborib ko'rdim, qarindoshlarimga yuborib ko'rdim. Ular boshida tushunishmadi, nimaga tayyorlayapsan, sohing boshqa-ku debdi, lekin men o'zimni yo'limdan to'xtamadim. Birinchi mijozim o'g'limni sinfdoshlarining onasi bo'lishgan. Ular meni katta konditor deb o'ylashgan. Juda ham katta tavakkal qilganman, juda katta tortni buyurtmaga olib birinchi 500 minglik daromadimni topganman. O'xshaganmi yo'qmi? O'xshagan juda ko'p yig'laganman. Juda ham xafa bo'lganman. Nega? Qo'rqqanman, mas'uliyat bosgan. Mijoz menga juda ham minnatdorchilik bildiryapti, rahmat deyapti. Lekin uni tayyorlagunimcha, uni mas'uliyatini olgunimcha katta konditor emasman. Juda ham hayajon bo'lgan, qo'rqqanman. Meni uyaltirib, yaxshi chiqmabdi deb aytib qo'ysa nima qilaman deb juda qattiq qo'rquv bilan qilganman. Lekin Allohga shukr, yaxshi natija olib 500 minglik tortni buyurtmaga olib, keyingi o'sha 500 mingni hech narsaga ishlatmasdan qolib olganman. Zo'r. O'shanda bu necha yil bo'lyapti? Bundan 10 yil oldin bo'layotgan ish bu. 500 ming katta summa, 10 yil oldin. 500 ming katta, aytmayman-ku, meni katta konditor deb o'ylashgan. Keyin nima qilgansiz? Mana qolib oldingiz. Qolib oldim. Keyingi buyurtmamni yana dadilroq olib, yana ham reklamani kuchaytirganman. Tagiga Nargiza Abdullayeva deb kichkina yozib qo'yardim-da. Kattaroq yozishni boshlaganmisiz? Keyin kattaroq yozganman, raqamlarimni qo'yganman, Telegram kanali ochganman. Shu o'rinda aytib keting, Dilrabo Egamovani kurslarini sotib olganman. Keyin Instagramda faol bo'lishni boshlaganman. Hozir qancha obunachingiz bor? Hozir 5000 ga yaqin obunachim bor. O'zi 12 mingta obunachim bor edi. U profilim bloklanib qoldi va yana 0 dan 5000 talik obunachi bilan hozir sizni darslaringiz bilan, ayoldagi olgan darslarim bilan yaxshi daromadga chiqqanman.
Qarang, mana sizga yana bitta savol. Xo'p, mana biznes boshlayman deb ahd qildingiz. Lekin xo'jayiningiz tomonidan qiyinchiliklar bo'lganmi? Yo'q, qilmaysan, bilasiz-ku, uyda o'tir, undan ko'ra menga problema olib kelganingdan ko'ra, muammo olib kelganingdan ko'ra, undan ko'ra o'sha pulni o'zim beraman degan bo'lganmi shunaqa? Rostini aytaman, xo'jayinim boshida qila olmaysanmi deganlar. Qila olmaysanmi deganlar. Keyin yozuvlarni tug'ilgan kuning bilan deb yozuvlarni bittalab mastikada qo'limda yopishtirayotganimda keyin xunurroq chiqqanda o'shanda to'xta deganlar. Mixer degan magazin bo'lardi, magazinga chiqqanlar qoliplarimni olib kelib berib, narga sifatliroq qil deganlar. Qarang, молодец, o'zlari qo'llab-quvvatlagan ekanlar. Chunki ular juda ham shirinlikni yaxshi ko'radilar. Har o'xshamasa, bundan ham yaxshi chiqadi. Bundan ham zo'r chiqadi. Kayfiyatingni tushirma deb, men dekret ta'tilida kayfiyatimni tushirib qo'ymasligim uchun turmush o'rtog'im maksimal qo'llab-quvvatlaganlar. Zo'r. Hozir mana bu joyi qachon oldingiz? Bu joyi ancha oldin magazin bo'lgan. Bu joy juda ham nasiyaga, mahalladan nasiyaga mahsulot olishganligi sababli bu joyimiz ishlamagan. Buni qaynotamlar qurib berganlar bu joyni. O'zingiz joyingiz. O'zimizni joyimiz. Magazinni biz polniy magazinni to'g'ridan-to'g'ri art studiyaga aylantirganmiz. Zo'r. Endi tushuntirib bering. 10 yil ichida o'zim uchun yangi bilimlar oldim, yangi uskunalar oldim. Va yana chet el ustozlarida, masterlarida o'qidim va shu bilan birga mahallamizdagi 20 ga yaqin ayol qizlarni o'qitdim. Bepul o'qitdim. Ular yana bu orqali o'zligini, sarmoyaligini, tikishda biznesligini uyda o'tirgan holda ota-onasini, qaynona qaynotasini oldida o'tirgan holda o'zligini daromadligini topishyapti. Men bundan juda ham faxrlanaman. Hozir Nargiza Abdullayeva bo'lib aytsam, qaysi deyshadi. Men biskvit uzman yoki bo'lmasam o'z brendim bilan tortchiman desam, hammasi kuladi. Siz moliyaviy soatxonlik kursimga ham tort o'qiganman. Yo'q, ham o'qigansiz, ham bitiruvimga ham qilib bergansiz. Dollarli tort qilib bergan edim. Hamma maqtab yegan edi. Zo'r bo'lgan, молодец. Bepul qilib bergansiz. Bepul qilib berganman. Молодец. Endi esimga tushdi, qarang. Endi qarang, Nargiza opam. Nargizaxon, bitta yana savol. Siz mana 10 yil oldin 500 mingdan boshlagansiz. Hozirgi kunda 10 yil ichida oborotingiz qanchaga chiqdi? Hozir oborotim 100 millionga yaqin. 100 millionga yaqin. Sof foydangizchi? Sof foydam 60 million, 70 million dan atrofi. Молодец. Endi har bitta yo'nalishi bilasiz, moliyaviy soatxonlikda o'rgatganmiz. To'g'ri. Biznesdan tushayotgan tushumni biz rivojlanish uchun bo'lakligi bo'lishimiz kerak. Sizni bo'laklaringiz qanaqa? Men birinchi bo'lagim ehson. Avvalo nima ilm o'rgansam ham bepulga bitta yaqin qarindoshimga yoki bo'lmasam yaqin qo'shnimga bu ilmim bilan bo'lishaman. Keyingisi ota-onamga, albatta ularning duolarisiz hech narsa bo'lmaydi. Qaynona qaynotamga, chunki har bitta ayollar orqasida oilasi turadi. Meni minnatdorchilik bildiradigan jihatim qaynona qaynotamga va turmush o'rtog'imga. Yaxshi his qilib meni ota-onam tarbiyalashgan bo'lsa, yaxshi kelin qilib meni qaynona qaynotam tarbiyalashgan. Men hozir shu o'rni deb o'ylayman, ularga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Ota-oma duo ol. Albatta. Duo emasmi deb bekorga aytishmanda, haqiqatan shu narsada juda katta, bilasizmi, baraka bor. Ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Lekin eng birinchi duoni ota-onamizdan olishimiz kerak. To'g'ri. Endi qarang, bo'laklarga ehson, yana ehson ota-onam, keyin bilimimga tikaman. Bilimimga tikaman va himoya yastig'chamga uni 35-40%ni shunga tikaman. Bilimga tikaman. Chunki marketingga deyarli o'zim ko'p bilimlarni o'zim o'rganaman va farzandlarimni bu ishga jalb qilganman. Target deymizmi? Qanaqa reklama qilasiz? Targetlagan o'zimiz o'qiganmiz. Oilada farzandlarimni hammasini maksimal ijtimoiy tarmoqlarimda, kichik o'g'limni logotiplarda, brendlarimga mana hamma chikolatini deysizmi, biskvituz deysizmi, farzandlarim menga chet tillarni 4 ta farzandim bor. Chet tillarini o'rganishgan. Oyjon keling, O'zbekistonda yo'q brend qilaylik. Chikolatini, qizim italyan tilini o'qiydi. Italyan tilida o'qiydi. Chikolatini deb u brendlarimni qilib beradi. Har doim farzandlarimni ham o'zimni sohamga yo'naltirib turaman. Boshqa sohada ta'lim olishsa ham. Zo'r. Qarang, yana bitta narsa, значит, mana shaxsiy brend ketdi. Marketing deganimiz. Bunga o'zingiz asosan targetlagan, o'zingiz tikash, bir 10% deb olaylik. Ha, 10%. 10% ehsoningiz, bir 40%, 30% shaxsiy rivojlanishingiz. Qolganini nima qilasiz? Qolganini himoya yastig'chasi qilaman, chunki investitsiya qilaman. Kelajagimiz uchun, farzandlarimning kelajagi uchun sarflash uchun, chunki 4 ta farzandim bor. Ularning kelajagi men uchun juda ham muhim. Har biriga maksimal 3 tadan til o'rganish kerak. O'zini sog'lig'iga qarash kerak, yaxshi maktablarda ta'lim olishligi kerak. Turmush o'rtog'im bilan kelishgan holda o'rtada sarmoyamizni biriktirib farzandlarimizga yo'naltiramiz. Asosiy fokusimiz hozir farzandlarimizga qaratilgan.
konditorlik yo'nalishida nimalar ishlab chiqarasiz? Masalan, mana hozir biz tikuvchi opamiz oldilariga borib keldik. Men juda ham quvongan narsam, masalan, ko'pchilik bilasizmi, pul topaman deb tikuvchilikda bo'ladimi, любой biznesda xohlagan narsasini qilib ketaveradi, pul topaman. Ishtonam tikib ketaveradi, qo'yni ham tikib ketaveradi, anta nimadir xohlagan narsasini, ya'ni talabdan kelib chiqqan holda, lekin bu xato. Bitta yo'nalish bo'yicha ketish kerak. Sizni yo'nalishingiz nima? Ishonasizmi, ayol mikromoliya tashkilotida bilim olgunimcha men ham hamma yo'nalishdagi shirinliklarni tayyorlayotganman. Islomjon Tursunov bilan to'g'ridan to'g'ri konsultatsiya qilganimizda men bitta yo'nalishda tanlashim kerakligini tushuntirdilar. Siz hamma narsani qilib zo'r qilaman degandan bitta shirinlik bilan bitta brendingizni oyoqqa qo'yib olishingiz kerak dedilar. Men shunda o'zimni topib yana ham yig'ilib oldim. Bu ayol baysayovidagi bilimlar meni yana ham o'zim ustimda to'g'ri qarorlar qabul qilishimga turtki bo'ldi. Zo'r. Shu bilan birga networking qildim qizlar bilan va biznesimni yana keyingi etapga olib chiqishga erishdim. Nimalar bilan shug'ullanasiz hozir? Hozirda men moliyalashtirilgan summaga hozirda shu apparatni oldim. Esingizda bo'lsa, moliyaviy savodxonlikda trenddagi shirinliklarni yoki trenddagi nima biznes bo'lsa, agar nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, trenddagi bizneslarni qilinglar degandingiz. Hozir o'shanga men kuchli amal qilaman. Hozir o'zim trendga shu shokoladni chiqargan bo'lsam, mana har bitta oila hozir yaqinda bitiruvchilar uchun tasodifan kelmading, Alloh seni men uchun shunaqa. Mana shuni og'riqli nuqtasini aytib beraymi, Shohida opa? Bilasizmi, bizning o'zbek erkaklarimiz ayoliga chiroyli so'zlarni juda ham yashirib gapirishadi. Men shuni o'yladim, nima qilsam shu erkak kishi ayoliga zo'r so'zlarni izhor eta oladi. O'zim eshitgim keladi chunki o'zimchilarni g'alati bo'lib ketdi. Keyin 10 ta shablonli so'z tuzdim. Shunaqa tasodifan kelmading. Seni Alloh men uchun tanladi. Sen eng chiroylisan. Ko'rib olasizlar bolalar. Sen juda ham chiroylisan. Sen hayotimda yagonasan. Yaxshi ham hayotimda borsan degan so'zlarni shablon qildim-da. Qarang, shokoladlarni tayyorlab, ularni qolib g'ilofga o'radim. Keyin ularda reklamaga target yoqdim. Ketdimi? Zo'r ketdi. Men 100 ta sotaman. Bir oyda 100 tadan sotaman. Voy, necha pul narxi? Bu 100 mingdan. 100 mingdan. Tan narxi 40 ming tushadi, ustiga foydasi 60 ming. Tan narxini hisoblashda ham ko'pchilik ayollar qiynalishadi. Mana siz ham bilmaganman deganingiz. Men ham bilmagandim. Biznes reja tuzishni o'rgatishdi ayol BSEOda qadamma-qadam, shunga shuncha pul sarflagan ekanman deb. Chunki olardim, oilamga ishlatib olardim. Olardim, xatirkalarimga ishlatib olardim deb oldim. Hozir hammasini bilasiz. Hozir bilaman, kim nima qilyapti, qayerda nima bo'lyapti, nima oshdi, nimani narxi tushdi, hammasini qadamma-qadam o'ylab, to'xta, hozir menimcha sotsam, men qo'ymoqchi bo'lgan, topmoqchi bo'lgan summaga yetisha olmayman. Agarda shuncha sotsam, mana aytadi-ku, hamma o'zini maqsadi bo'lishi kerak. O'sha maqsadga qarab maksimalni zo'r. Bu oy 100 ta sotmadimmi, demak 100 ta sotishim uchun yana nimalar qilishim kerak? Hammasini qilaman. Bunga mana qarang, nimalar ketadi? Masalan, shokolad. Bunga shokolad ketadi. Mana oddiy shokolad. Buni ham ikkita yo'lini o'rgatishdi bizga. Xohlasangiz o'zingiz premium mijozlar uchun shokoladni qo'lbola usulda tayyorlaysiz, handmade qilib, xohlasangiz tayyor fabrikadan, o'sha Rossiyadan biz olib keltiramiz. Rossiyskiy shokolad yoki belgiyskiy shokoladni olib keltirasiz deb o'rgatdilar Islomjon Tursunov va bu qog'ozi 7 mingdan tushadi. Bizga maxsus shokoladni o'raladigan qog'ozi, lentichka kerak bo'ladi va qadoq paket kerak bo'ladi. Zo'r. Bo'ldi, paketga ulaymiz, bitta lentichka bilan bog'laymiz, mijozlarga to'g'ridan to'g'ri yetkazamiz. Zo'r. Men buni zo'r o'ylabsiz. Hozir 25-may rosa hozir shunga target yoqyapmiz, chunki biz aytaman, shirinlik emas, emotsiya sotamiz. Insonlar o'ziniga atalgan so'zlarni, o'zini rasmini ko'rsa, individual men uchun qilinibdi. Chunki Nestle'da ham, Milka'da ham hech qachon siz uchun qilinmaydi. Lekin bunda to'g'ridan to'g'ri siz uchun qilinganini ko'rsangiz, juda ham ta'sirlanasiz. Va bu moliyalashtirilganimdan keyin olgan apparatim. Bu meni hozir zo'r fishkam desam bo'ladi, chunki trenddagi biznes bu ham. Xohlasangiz bu apparat. Buni aniqdan oldim. Burxan Uzdan oldim. Burxan Uz degan do'kondan oldim. Yigitlar olib kelib berishdi. Qo'shimchasiga idishlarni ham olib kelib berishdi. Hozir men nima qilyapman? Bilasiz, bizda ofis ishchilari hozir juda ham ko'paygan. Ushoq qilib, uni kesib, katta patnisda pirojnilar olib borish juda ham noqulaylik tug'diradi ofis ishchilariga. Ular olishadi, masalan 30 ta xodim bo'lsa, 30 taga buyurtma berishadi, biz qoshiqchasi, salfetkasi bilan birga alohida paketlarda solib beramiz. Mana shunaqa cheesecake'larni olib iste'mol qilishadi. Qarang, zo'r o'ylasiz. Hozir men sizni oldingizga kelgunimgacha bilasiz, Make Cake Shahlo juda ham mashhur, u ham juda ham katta auditoriyaga ega bo'lgan konditor. Da, juda ham men hurmat qilaman shu qizni. Necha yildan beri bor. Men savol berdim, Shahlo dedim. Hozir bizda moliyalashtirish olgan, men sizligingiz bilmadim-da, olgan ayolimizni oldiga ketyapmiz, konditor ekanlar. Siz o'zingiz sohangizda ekspertsiz. Nima savol bersam, ularni to'g'ri qilayotganliklarini
bilaman deb savol bersam, bilasizmi nima Nima dedilar? dedilar? Shohida opa dedilar, birinchi beradigan savolingiz trenddamilar? Trenddamiz. Da, men ko'rib rosa xursand bo'ldim. Trenddamiz. Ikkinchidan, hozir Shohida opa mana bunaqa mevali Musiqiy desertlar korpusli. desertlarda ko'paygan dedilar. Shunaqa narsalar ishlab chiqaryaptilarmi? Ishlab Mana bunaqa chiqaryapmiz. banочный narsalar, aytganingizdek banочный narsalar Hali Shahlo buni yo'qmi? bilmaydilar. Shuning uchun Shahlo agar ko'rayotgan bo'lsangiz deydi. Buni kollaboratsiya qo'yamiz. Shahlo qarang, молодцы. Hali trendni buni hali konditerlarimiz ko'rishmadi, chunki buni o'zimiz ukam bilan tayyorlaganmiz. U dizaynni menga ideya qilib beradi. Men insonlarning rasmini sun'iy intellektda ishlov berib, sun'iy intellektda chiroyli qilib, endi xira rasm berib qolishligim mumkin, xunukroq rasm berib qolish yoki ikkita parchka uzoq turgan bo'lishi mumkin. Ikkita parchkani yaqinlashtiramizda, chiroyli qilib rasmga jonlaymiz. Keyin yana bitta savol berdilar. Shohida opa, mana shunaqa idishda agar desert chiqaradigan bo'lsalar, qanchaga yetadi? Ya'ni ularni rasxodlari ko'payib ketmaydimi? Odamlar sotayotganda? Yo'q, yaxshi ketadi. Ya'ni yo'q, qancha muddat saqlanadi dedilar. 3 kun saqlanadi. 3 kun Chunki saqlanadi. biz jelatinni halol sertifikatli jelatinlardan foydalanamiz va maxsus konservantlari bo'ladi. Ishonsangiz, meni shirinliklarim bir kundan ko'p ham turmaydi. Olib boramiz, darrov oladigan mijozlarimiz olib, chiroyli o'zifligiga Qatlarga tarqatasiz? Asosan ofisning joylariga tarqataman. Vazirliklarga, tashkilotlarga, ertaga insonlar bilan tanishib olib, bitta probaga olib boramiz. Yoqqandan keyin, ma'qul bo'lgandan keyin ular jamoasiga tavsiya qilamiz. Mijoz qanaqa topasiz hozir? Mijoz hozir onlayn. Men onlayn sotuvga urg'u berganman. Offlayn sotuvdan ko'ra hozir onlayn bilasiz. Onlayn sotuvda juda ham hozir mijozlar oqimi ko'p. Instagram, Telegram va LinkedInga qo'yaman, WhatsApplarga ham qo'yaman-da. Ular bizdan ko'rib, xarid qilib, keyin sarf marketing odamlar bittasi yeb ma'qul bo'lgandan keyin keyingisiga tavsiya qilishadi. Bitta sizga zo'r mahsulotingiz yoqqan mijoz orqasidan 5 ta mijoz olib keladi. Shunaqa bo'lyaptimi? Shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'lyapti. Men lekin men muzni to'g'risini aytaman, sizga yeb ko'rmaganman o'zim. Men bunachi to'g'risini bilasizmi deb o'ylayman. Foydasizroq bo'lsa kerak, ichida polностью anaqa shakar bo'lsa kerak. Yo'q, bunda shakari ham juda ham kam. Yeb ko'rsangiz, buni muxlislari bor o'zi. Hozir tatib ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Trendda kiritdillab hozir chiqib yeyishyapti-ku, hamma trend qilib. ASMR qilishyapti. Hozir yeb ko'raman. Bemalol o'zingiz tatib ko'rsangiz, fikringiz o'zgaradi. Bularchi men bular. Bular shirinliklar. Mana hozir bittasini qilib sizga ko'rsataman. Mana hozir mana qopqoqchasi bor. Shirinliklarni joylaysiz. Bu ham trenddagi shirinlik, klub ichida quritilgan klubnikasi bor. Ustida belgiyskiy shokoladi bor. Buni olib yopamizda. Mana bu oyda yolg'on bo'lmasa 83 ta qildim. Mana har oyda to'g'irlab turaman ekranni, mana. Mana yopib beradi. Ifsoda sotaverasiz. Suvli mahsulotlar bo'lsa ham, musiviy mahsulotlar bo'lsa ham, chaqchuqlar bo'lsa ham, suxa fruktalar bo'lsa ham bemalol eksportga ham chiqarsak bo'ladi. Magazinlarda ham turaveradi. Bu turaveradi, bu 1 oy muddati turadi. Bu 1 oy, chunki bunda namlik yo'q, qaymoqli, yog'li massa yo'q. Bu quruq mahsulot. Quruq mahsulotlar 1 oygacha turadi. Zo'r. Buni mundoq qatdan yana sotib olsa bo'ladi degan narsani qilmabsiz-da yoqqasiga. Buni endi shuni ustida ishlayapmiz kerak, chunki aytganingizdek, chunki hozir onlayn bo'lyapti. Solamiz upakovkaga chiqarib yuboramizda. Bizni ana maxsus kutib, kimlardir kutib turmaydi. Zo'r. Har kuni zakazga ishlaymiz. Masalan, mana shu necha pul? Bu hozir bu 70 ming, chunki bu dubayskiy shokoladlar, Dubaydan kelgan shokoladlar. Mana bunimiz 35 ming, 40 ming bo'ladi. U tan narxi qancha buni? Buni tan narxi bizga 50 mingga tushadi, 20 ming foyda qo'yamiz. 20 ming foyda. Qancha sotasiz? 100 tadan deyapsiz. Почти. Buchi? 80 ta 100 ta sotamiz. Buni tan narxi bizga 25 mingga tushadi, 40 ming, 45 mingdan sotamiz bemalol. Zo'r. Buchi nima? Belgiyskiy shokolad, bir shunaqa shokoladxo'r insonlar bor ekan. Men shirinlikni ichiga kirganim sari qanaqa shokolad shunchalik mazza qilib yeyish mumkin deyman, lekin o'zim shirinlik ichida bo'lganim uchun kamroq yeyman, go'shtxo'rman. Insonlar juda ham shokoladni qoshiqlab yeyishar ekan. Bola yaxshi ko'rasizlar shokolad? Men umuman shokolad yeyolmayman. Men ham yeyolmayman, lekin o'zim mazza qilib sotaman. Sotishga mazza ekan. Hozir sizga yana bitta anaqa ko'rsataman. Hech ham shokolad tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz kerak, o'zingizni qo'lingiz bilan. Yo'q, tayyorlanmaganman lekin. Bu yerda nechta odam o'qitasiz yana? Bu yerda har kursimizda 10 tadan o'quvchi o'qitamiz biz. 10 ta ham tayinlisiz, ham o'qitamiz va mahallamiz qizlariga bepul. Chunki mahallamizda har ota-onasi yoki buvisi ko'rganda bu yoqqa o'tsak ham duo qilishadi, bu yoqqa o'tsak ham duo qilishadi. Bu shokolad. Bu shokolad hozir ola olasizmi kadrga buni? Qani? Dubayskiy shokolad, buni ham o'z tayinlisizmi? O'zim tayyorlayman. Svejiy qotgan edi. Ichida anaqa ham pistachi.
Fistashka. Hozir bittasini Buni uyingizga olib yaxshi ketasiz. Buni sevaman. Qizingizlarni ham xudo xolasa kursim bor onlayn. Mana. Qarang, qanaqa zo'r. muncha Mazasi вообще zo'r. Men bundan ham faxrlanaman, chunki aynan Dubayskiy shokolad bilan Klubnika shokoladchi darslarimni o'tganman. Onlayn darsda 60 ta viloyatda 60 ta qiz o'qitganman. Bemalol ichishlik. Yeb ko'ring, shunaqa kirs qiladi. Svejiy. Dubaydan olib kelib, ichiga konservant solib qilganda o'zingiz uyda tap qilib, maza qilib oilangizni xursand qilganingizga yetmaydi-da. Pistash degan bor edi, bilasan? Ha, bor. Men ustozimnikida. Nodira Rasulovaniki. Nodira opamniki. Faqat o'shanikini yerdim, ularnikini yerdim. Nimaga voshshi mazasi zo'r. Shunaqa. O'zi handmade juda ham zo'r ekan. Haqiqat, chunki nechtasini yeb ko'rganman, haqiqatan zo'r ekan. Shunaqa. Buni olib ketaman. Bo'ldi, solib beraman sizga. Voshshi zo'r ekan, haqiqatan bitta zakaz qilib ko'ringlar. Rostdan reklama emas, chunki men uni yomon ko'raman, chunki yoqmagan narsa reklama qilish, lekin zo'r. Buni o'z tayyorlaysiz. Buni o'zim tayyorlayman. Juda ham tez tayyor bo'ladi bu. Eng menga yoqadigani bunga duxovka ham yoqib o'tirmaysiz-da. Duxovka ham yoqib o'tirmaysiz. Shuni tayyorlab. Buni qanaqa qilasiz buni? Buni shokoladga temperirovat qilib, shokoladga ishlab beramiz. Keyin ichidagi katayfisini qo'rib olamiz va fistashkoviy pasta bor. Svejiy fistashkoviy banchkada sotiladi. Pastani aralashtirib, oq shokolad aralashtirib, ichiga qo'yamiz qolipda. Qolipini ko'rdingiz, maxsus qattiqqina qolib, erimaydi, yonmaydi, muzlab qolmaydi. Zo'r ekan. Har bittasini 200 mingdan sotaman. Qizlarga, masalan, mana hozir bizani tomosha qilayotgan uyda o'tiradigan ayollarga onlayn ham o'rgatasizmi? Onlayn ham o'rgataman. Ayoldagi qizlarga o'zi bepulga men kursimni berganman. Foydalanayotgan Olmaliqda, Toshkent viloyatida foydalanayotgan qizlarimiz ham bor. O'zini brendini qilib, natijaga chiqqanlar bor. Sitora degan qizimiz borlar Olmaliqda. Bu yoqqa kelib o'qib ketdilar. Endi hozir Klubnika shokoladini Olmaliqda tatbiq qilyaptilar. Zo'r, молодец. Faxrlansa arziydigan natijalarimiz bor. Faxrlanib ketaman. Endi qarang, endi yana bitta sizga savol. Mana ayol loyihasida o'qiguningizgacha ko'p joylarda o'qidingiz. O'qiganman. Borib o'qidingiz. Nimalar o'rgandingiz? Hayotingizda nimalar o'zgardi? Qanaqa baraka bo'ldi? Ayol loyihasi bilasiz, halol pul beriladi va juda ko'pchilik kelyapti shohid barakamizni sizga tasavvur qila olmaysiz, aytib bera olmaymiz qanaqa zo'r bo'layotganini. Shunaqa, men uzoq yil o'zi sizni kurslaringizda ko'p o'qiganman, bilasiz. Mani yana bitta orzuyim men sizni jamoangizda bo'lish edi. Ayolga borish. Lidersiz-ku? Liderman. Buni liderligini menga topshirdingiz, juda ham minnatdorman. Borganimda men nafaqat moliyalashtirildim. Yana o'zimga qancha bildim, shuncha bilmadim deyiladi-ku. O'zim uchun endi kerakli yana ham oltinga teng bilimlar oldim va bepul oldim bu narsani. Va ayollar jamoasi bilan networking qildim. Endi ishonasizmi? AGMKda ishlaydigan boshqa soha vakili qizni ham konditorlar jamoasiga qo'shib olganmiz. Buxgalteriyada ishlaydigan qizni ham konditorlar jamoasiga qo'shib olganmiz. Shunaqa konditorlarga muhabbat bor ayollar ko'p ekan edi, ular bilan gaplashib maza qilamiz. Va shu bilan birga o'zimni biznesimni keyingi etapga olib chiqishga muvaffaq bo'ldim. Va oltinga teng bilimlar oldim. Ham psixologik tomondan, ham moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlovchi jamoa meni yana ham ishonchimni o'zimga ortishiga va meni lider qilib tarbiyalashda o'zini hissasini qo'shdi. Bir oy davomida men juda ham katta bilimlar oldim desam mubolag'a bo'lmaydi. Hozir mana 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi moliyalashtirilganimga. 3 oy ichida daromadingiz necha foizga oshdi? Daromadim 5x ga oshgan. 3 oy davomida. Bundan tashqari hozir mana may oyida 500% degani. Yana may oyida bizga o'quvchilar kelishyapti. Yana nima orqali siz ayolda eshitib keldik, meni qizimni ham o'qitib bering, meni opa-singlimni o'qitib bering, hattoki yigitlar yozishyapti, meni opa-singlimni ham o'qitib bering. Ayolda tekin. Ayolda tekin. Ayoldagi qizlarga bepul, onlayn darslarimni ham bepulga beraman. Zo'r. Agar siz o'zingizni biznesingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, konditor sohasida ayol loyihasiga keling, 3 hafta bepul o'qing. Undan tashqari biz sizni biznes rejangiz o'tsa, moliyalashtiramiz 35 million so'mgacha. Hech qanaqa foizsiz, faqatgina sherik, ya'ni biz sizga investor bo'lamiz. Sherik asosida mudoriba shartnomasi bo'yicha va undan tashqari mana shunaqa zo'r ayollar bilan tanishasiz. Sizga yanada o'zlarining ilmlarini bo'lishadi. Zo'r, lekin zo'r bo'pti. Menga rosa yoqdi. Endi 5x ga oshdingiz. Keyingi qadamlaringiz. Endi nimalarni o'ylayapsiz? Keyingi qadamlarim yana ham ilhomlanganman. Endi jamoamni kengaytirmoqchiman. Hozir nechta? Hozir jamoamda 4 ta qiz bor. Endi jamoani kengaytirmoqchiman va o'zimni sotuv, katta xuddi Made Cake'ga o'xshagan, Safiyaga o'xshagan katta sotuv joyimni ochib, endi viloyatlarga ham chiqmoqchiman. Zo'r, xudo xohlasa. Brend qilmoqchisiz. Brend qilmoqchiman. U brend qilishingiz uchun mana xo'p, jamoa oldingiz, qanaqa qilasiz u brendni masalan?
odam oldingiz uni ho'p mahsulot tayyorlash bu anaqa emas ish emasda siz uchun уже to'g'ri, bilasiz oson. lekin qanaqa qilib uni sotasiz Endi uni men ijtimoiy tarmoqlarda buni propagat qilaman, aylantiraman. Va mutaxassislarga, blogerlarga beraman. Hozir men Nozaga Jahangirovnaning kurslarida ham o'qidimda. Ular aytayotdilar, tavsiyalariga ko'ra asosan blogerlar bilan va o'zingizni har doim oddiy hayotingizdan noldan qanaqa harakatlangan bo'lsangiz, xuddi shu jarayonni ko'rish. Chunki hozir ijtimoiy tarmoqlarda insonlarning ro'skishi emas yoki bo'lmasam bir qimmatbaho hayot emas, oddiy hayotingizda qanaqa yutuqlarga erishganingizni ko'rsatib berish kerak. Xuddi shu ko'nikmalar asosida o'zimni har kuni qilayotgan davomiy ishim bilan mayli hujjat tomondan bo'lsin, iqtisodiy, moliyaviy tomon ham barchasini jamlab kerak bo'lsa Fazliddin tushuntirdilar bizga 100 milliondan oshsa agar daromadinglar o'zinglarni buxgalterlar yollab yoki bo'lmasam kerakli sotuv bo'liminglarni shakllantirsanglar bo'ladi dedilar. Kelajakda shu niyatlarimiz ham bor. Brendimizni patentlab olg'a qadam bosmoqchimiz. SNG davlatlari va chet el davlatlariga. Endi siz menga va'da berishingiz kerak. Yil oxirigacha hozir 100 milliondan oshiq dedingiz. Обороtingizni menga yil oxirigacha 1 milliardga chiqarib berishingiz kerak. Bilmayman, sizga menimcha уже ish emas. Va'da berishingiz kerak deganim 1 milliardga chiqsangiz, inshaalloh sizni mahsulotlaringizni keyin eksport darajasiga chiqarish, undan tashqari yanada kengaytirishni o'ylaymiz. Chunki biz nafaqat o'zimiz mana hozir ayol loyihasiga bilasizmi, hamkorlik qiladigan, undan tashqari yordam beradigan tashkilotlar juda ham ko'p. Hozir mana kuni kecha Savdo sanoat palatasi ham o'zlari taklif bilan chiqdilar. Keling, ayollarni rivojlantiramiz. Nima talablari bor, nima takliflari bor, muammolari bor, bizga aytsanglar, biz qo'ldan kelgancha biz ham yordam beramiz deb aytishdi. Shunga gazni bosing. Bo'ldi. Xudo xohlasa biz sizni oldingizdamiz. Hali mana 3 oy bo'lsa 18 oyga biz pul beramiz, shartnoma qilamiz. 15 oy bor, 15 oy ichida, 15 oy lekin ko'p. Siz menga aytgandek 1-yanvar kunigacha 1 milliardga chiqarib, zo'r natijalar bilan kelishingiz kerak. Konditor sohasida eng katta qilinadigan rasxod nimalar? Eng katta rasxod uskunalar va joy. Joy emas. Uyda ham qilsa bo'ladi. Uyda ham qilsa bo'ladi. Oila bilan qiynalayotgan konditorlarimiz ham bor. Fokus ham buzilib qoladi. Fokus buziladi. Bitta shirinlikni taylab chiqqunizcha sizni yo eshigingiz chaqiradi yoki bolajoningiz chaqiradi yoki turmush o'rtog'ingiz chaqiradi, haligi shirinlik joyda qoladi. Svejiy, zo'r, hammasi idealni tayyorlamoqchi bo'lsangiz 1 soat, 2 soat, 3 soatingizni, hattoki 5 soatingizni o'sha shirinlik tepasiga qoldirishingiz kerak. Zo'r. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar konditor sohasiga birinchi qadamlarni qo'ymoqchi bo'lsangiz, ayolga kelib o'qing. Mana bularga shogird tushasiz. Faqat ayol loyihasi hozirgi kungacha Toshkent shahri, butun Toshkent shahrini o'qitadi va Toshkent viloyatiga ham deyarli chiqdik. Birinchi qadamlarimiz aytganimizdek, eng zo'r qaysi yo'nalishda ekanligimizni bilib olamiz-da, pishiriqda. Ikkinchisi ustoz topamiz. Shu ustoz orqali shu qanaqa qilib uni rivojlantirsak bo'ladi va ilm undan keyin уже Allohdan so'raysiz, menimcha hammasini rizq Allohdan. Rizq Allohdan уже yo'lingiz ham ochilib ketadi. Niyat maqsadga qarab, hammasi yo'naltiriladi. Qizlar, bizni kuchimizni mana shuncha ayollar bor. Hozir 2000 ga yaqin ayollar offline o'qishda. Keling, ilm oling, rivojlaning. Biz sizlarni qo'llab-quvvatlashga, hayotda yanada ko'zingiz chaqnashga yordam beramiz. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.